Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda tushda qabriston ko'rish nimani anglatishi haqida gaplashamiz. Qabriston tushlarda juda chuqur ma'noga ega bo'lgan ramzlardan biri hisoblanadi. Islomiy tush ta'biri kitoblarida bu tush ko'pincha insonning hayoti, o'tmishi, tavba va o'zini tahlil qilish bilan bog'liq deb talqin qilinadi. Mashhur islomiy tush ta'biri olimlari Ibn Sirin, Abdulghani al-Nabulsi va Ibn Shahin al-Zahiri yozishlaricha, tushda qabriston ko'rish ko'pincha inson hayotida muhim o'zgarishlar, o'tmish haqida o'ylash va ruhiy uyg'onish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar kishi tushida qabristonni uzoqdan ko'rsa, bu insonning hayotida muhim qarorlar oldida turganini bildirishi mumkin. Ba'zi ta'birchilarga ko'ra, bu tush odamga hayotning vaqtinchalik ekanini eslatib, yaxshi amallar qilishga undaydi. Agar tushda inson qabriston ichida yurayotganini ko'rsa, bu ko'pincha o'z hayotini qayta ko'rib chiqish, eski xatolarni tushunish va to'g'ri yo'lga qaytish belgisi sifatida talqin qilinadi. Islomiy manbalarda qabriston insonni dunyo hayoti haqida chuqur fikrlashga undovchi ramz sifatida ham ko'rsatiladi. Ba'zi holatlarda tushda qabristonda o'tirish yoki jim turish insonning ruhiy holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu insonning ichki fikrlari, o'tmishdagi voqealarni eslashi yoki hayotdagi muhim masalalar haqida o'ylayotganini bildiradi. Agar tushda qabriston juda qorong'i yoki qo'rqinchli ko'rinsa, bu inson hayotida qo'rquv, tashvish yoki noaniqlik borligini bildirishi mumkin. Bunday tushlar ko'pincha insonni ehtiyotkor bo'lishga va hayotdagi muammolarni hal qilishga undaydi. Xalq orasida ham qabriston tushining turli talqinlari mavjud. Ba'zi odamlar tushda qabriston ko'rishni ogohlantirish yoki hayotdagi muhim voqealar yaqinlashayotganining belgisi deb hisoblashadi. Ba'zan esa bu tush insonning o'tmishdagi xotiralari yoki yaqin insonlarni eslash bilan bog'liq bo'ladi. Psixologlar va tushlarni o'rganadigan mutaxassislar esa qabriston tushini insonning ichki hissiyotlari bilan bog'lashadi. Ularning fikricha, bunday tushlar insonning hayotidagi eski davr tugayotganini va yangi bosqich boshlanishini bildirishi mumkin. Ba'zan bu tushlar insonning ruhiy tozalanishi va yangi qarorlar qabul qilish jarayoniga ham ishora qiladi. Shuni ham unutmaslik kerakki, tush ta'biri har bir insonning hayoti, holati va ruhiy kechinmalariga qarab farq qiladi. Shu sababli tushlarni talqin qilayotganda o'z hayotingizdagi voqealarni ham hisobga olish muhimdir. Agar siz ham tushda qabriston ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tushlaringiz keyingi videolarimiz uchun qiziqarli mavzu bo'lishi mumkin.